Salom Sal Boost Studios kanali va mana uzoq tanaffusdan keyin yangi yildan so'ng mana yaqinda yangi yil tabriki bo'lib o'tdi. Sizlarda bo'lsa, уже mana bir hafta bo'ldi уже. Mana kella tez shoshib ketaman. Qasqonlarni 3-tizeri chiqdi. Undan oldin 2ta tizer bo'lib o'tgandi. Unda ham to'xtalib o'tamiz, xavotir olmanglar, lekin birinchi bo'lib shuni ko'rib olmoqchiman. Undan oldingi tizerlarni ham albatta reaksiya qilaman, lekin undan tashqari mana Nemor, Shuri, Fantastik to'rtlik haqida ham chiqdi, lekin xira formatda. Bu to'g'rog'i tarqaldi desam ham bo'ladi. Keldi hozircha tiniq formatda tomosha qilaylik. X odamlar haqidagi tizeri, o'zim ham shoshib ketaman, hayajonlanib ketaman. To'g'ri, bu to'liq tizer emas. Qasqonlar haqida, umumiy Doktor Doom haqida, shunchaki u personajlarga atalgan. Birinchisi Kapitan Amerika, Thor, mana endi X odamlarga yetib keldik. Undan keyin Shuri, Nemor, anaqaga Fantastik to'rtlikdan anaqa bo'ladi. Nima? Kollaboratsiya bo'ladi. O'sha personajlarga atalgan bo'ladi qisqasi. Men ham ko'rdim, har holda yomon emas, lekin baribir endi tarqalgan tizer ko'rib qo'ydim. Qisqasi o'sha tarqatishni boshlashdi, kinoteatrdan ko'rishayotgan. O'sha 4-inchidan keyin mana o'sha polnotseniy tizeri maylada ko'ramiz. Chunki birinchi treyler chiqqan payt ko'rgan bo'lsanglar, ahamiyat bergan bo'lsa data edi. Orqaga sanash boshlangan esinglarda bo'lsa, o'shanda Kapitan Amerika bilan tizerida faqat kinoteatrda. Hozirgi mana to'liq tiniq tizerda, mana YouTube'ga joylayotgan tizer faqat filmga qancha qolgan ko'rsatdi. Lekin kinoteatrda o'sha treylerga qancha qolgan ko'rsatdi. Men buni даже screenshot ham qilib qo'yganman, adashmasam. Qisqasi, agar kun sanaydigan bo'lsanglar, hammasini hisoblab chiqadigan bo'lsanglar, где-то maylaga to'g'ri kelyapti. Mayda ilk tizerini olamiz, xudo xolasa. Super Bowlda yaqinda fevralda bo'lib o'tadi. Ana unda anaqa bo'lib o'tadi. Uni ham tizer ko'rsatishadi yoki treyler. Uni ana o'sha Super Bowlda treyler ko'rsatishi ham uchi ham anaqaga chiqib ketsa internetga, YouTube'ga joylash. Men hozir ko'rsatishga ham qo'rqaman. Shuri bilan Nemor bilan bo'lgan tizeri, hech bo'lmasa kadr ko'rsatgan bo'lardim, lekin kellar birinchi tomosha qilib qo'ya qolaylik. X odamlarga bag'ishlangan treyler, tahlil deganlaridek, keyin undan oldingi anaqalarga o'tamiz. Hayajonlanib ketyapman-da, bunchalik hayajonlanmagandim bor, treyler davomida kelib boshlab qo'ya qolamiz. 3 2 1. Bunchalik intriga bo'lmagandi bor-ku. Death comes for us all. Tak. That's all I know for sure. O'lim hammamizga baribir keladi dod. The question isn't, are you prepared to die? O'lishga tayyormisan? The question is, who will you be when you close your eyes? Yetib jimlashib ketdi. Ko'zingni seni. Magneto, по-моему. Siluet undan birisi blur qilib qo'ygandik. Mujiklar ikkita. Jet. Afsonalar qaytdi. Qarpot dedi. Voy. Блин, циклоп ko'rdilam kanonichli kostyumda. Блядь. Uzr so'qib. Mana обратный отчет boshladi mana bu yerda, ya'ni orqaga sanash. Уже mana ko'rdinglarmi, bu yerda oy, kun Kapitan Amerika birinchi treylerda, tizerida. U yerda anaqa edi. Birinchi ilk tizer qachon chiqishi sanasi bor edi. O'sha qancha kun qolgan, necha hafta, necha kun, necha soat, necha anaqa hammasi bor edi. Bu yerda endi filmga qancha qolgan ko'rsatyapti YouTube uchun. Kinoteatrda treylerga, keyingi treylerga qancha qolgan ko'rsatyapti. Tizerga, qasqonlarga bag'ishlangan. Endi Kapitan Amerikanikini tahlil qilib o'tishni niyatim yo'q. U shunchaki Steve Rogers qaytadi deb yozilgan. Aktor shunchaki u Odinga ozgina anaqa qiladi, so'raydi. Iltimos, men qizim oldiga eson-omon yetib kelay, shunaqa maqsadda Kapitan Amerikaniki shu ko'rdinglar, shunga qaytganini bildirish uchun. Lekin Kapitan Amerika rolida qaytmaydi, afsuski. Bitta Samni olib tashlash kerak edi, o'zi o'ldirib yuborsa ham Doktor Doom. Ata kerak emas personaj. Umuman ikkinchi plankadagini birinchi plankaga qo'yib, Shuriga o'xshab. Shuri bilan Nemor haqida ham teaser chiqadi. Uni xira formatda ko'rib qo'ydim-da. O'shaning uchun bilmadim, qiziq qolmadi o'sha. Anaqalar chiqib keladi, bilaman. Lekin
Mana Qasqol haqida teaser mana muzika bilan qo'ymasa men kechirmayman, lekin mana muzika, soundtrack bilan. Vibe ko'rasizlarmi? Qancha qilishini. Bu endi boshqacharoq varianti, o'zini originalini eshitsanglar вообще. Originalni eshitsanglar вообще. Mana joy. Jimirlashib ketadi. Muzikani o'zida bor-ku. Muzikani o'zida. Qasqalar mix qilib tashlaganda, qasqalarniki bilan bitta qilib. O'zi originalni oladigan bo'lsak, boshqacharoq sal. Endi bu yerda shunchaki muallif huquqi bo'lmasin, o'zidan anaqa yasagan. Nima desam bo'ladi? O'zini shaxsiy anaqasini yasashganda, qasqalarni temas. Mana. Treyler oxirgi daqiqalarni joyiga qo'ysa bor va shuklar bo'ladi, shunga vibe beradi, напряжение beradi. Bu Doktor Doom'ma anaqasi, musiqa mavzu soundtrack. Official scene qo'ydi, yo'q. Qasqalarni temasi emas bu. Bu Doktor Doom'ga bag'ishlangan bo'lishga adashmasa. Shunga deyishdi. Mana joy bor, напряжение bo'ladi mana joydagi. Agar teaserga qo'ymasa Marvel, bilmayman, kechirmayman Marvelni. Shundan so'ng, bali, mikrofonga o'tib ketaman-da bor-ku. Ya atak udar bo'lardi agar shu musiqa mavzuni qo'ysa, o'zini original musiqa mavzu. Shunchaki treylerga qo'ysa вообще udar chiqadi. Endi teaserga emas, mayli ikkinchi treylerga qo'ysin, mayda chiqadigan emas. Endi xudo xolasa Super Bowlda ham bir nima ko'rsatishar, fevralda bo'lib o'tadigan. Yanvardan o'tib olsak, esonaman, Nemor, Shuri bilan ko'rdim, yoqmadi. Takoy. Benni ko'rsatishdi, Fantastic 4 dan boshqa jamoa yo'q. Ben bor, qanaqadir qum, pustinaga o'xshagan joyda yuribdi, cho'lga o'xshagan. Tushunarsiz qanaqadir. Anaqa Baku bor, Shuri bor, lekin Shuri niqobini taqmadi negadir. Nemor qanaqadir kurtkada. Endi Nemor ular bilan eng qiziq. Nemor bilan Doktor Doom fightini ko'rmoqchiman. Ustiga qiziq. Nemor ham kuchli-yu, bilasizlar. Ucha oladi uning ustiga. Endi baribir bittada yengadi Doktor Doom. Endi har holda normalniy fight bo'ladi. Munosib raqib. Aytmoqchi bo'lganim shu, Siklop bilan kadr zo'r, вообще ayniqsa komiksga yaqin kiyimi bilan u hech qachon men o'ylamagan. Mana Fox qilamagan ishi Marvel qildi. Fox nimaga bizga mana shunaqa original anaqani bermadi? To'g'ri, endi biz uchun nostalgiya bo'lish uchun ham 97-yilgi multserial uchun bilasizlar, X odamlar multserialni anaqa bu. Komiksga ham. Qisqasi shu, boshqa gapim yo'q. Agar shunga o'xshash boshqa treylerlarni o'tkazib yormaslik uchun treylerga reaksiya, naushnik tushib ketadiman naushniklar. Chunki boshqa video treylerga reaksiya o'tkazib kanalga obuna bo'ling, like bosing, qo'ng'iroq tugmasini bosing, boshqa videolarni o'tkazib bormaslik uchun. Bu Studios kanali edi. Xayr, salomat bo'ling.